Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada sadaka ediyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 1. ayının 22. günü. Haftaki Düşenbe. Doğru ki vatandaş, haftaki Düşenbe. Bugünkü vaziyetimizin saat 23. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitesi'de qararlıq tekşürüş. Cungo'nun kişilik hukuk ahvalı yoki Cungo'da kişilik hukuk ahvalını qararlıq tekşürüş, qararlıq bahalash hareketi başlandı. Bunun albatta hazır qatnaşılgan 163 devletin qatarida Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet İşler Katibi Antony Blinken ham qatnaşıdı. Bundan 2 gün avval Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasi 4 nafar senator Devlet İşler Katibi Antony Blinken'ga xat yazıp bu qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitesi qararlıq tekşürüş yığınida Uygurlar meselesini eğizga elishni talab qildi ve bu to'g'rida haydakchilik qildi. Biz shu munosabat bilan ham tabriklaymiz-ki, Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning bu qatim qadim ve bu qatimki safari jan ve safarining o'ng'ishli bo'lishiga tilakdoshmiz. Bu qatim Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2021 yili Aksarayga kirgan yangi hükümet Prezident Joe Biden hükümetining Davlat ishlar kotibi bo'lish sifati bilan 3. ayning 18. günida Alyaskada chaqirgan yig'ini yoki Jungo Amerika suhbati ve suhbat jarayonida Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvan, Uyg'uriston, Hong Kong bo'libmi avval eg'izga olgani Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan bu Jungoning ichki ish emas degan ruh bo'yicha yoki Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning ruhi bo'yicha. Shundaqla shu yili 5. ayning 3. kuni Kolumbiya televiziyasi muxbirining savoliga javob berganda yana bir qatim eg'izga elib Uyg'uriston, Hong Kong, Tayvan Jungoning ichki ish emas degan so'zining ro'yi bo'yicha. Shundaqla shu Alyaska yig'inida hamroh bo'lib Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan Jungoning diplomatlari bilan suhbat o'tkazishga qatnashgan Aksaray Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanning bir eg'iz gipi hozirgacha bizning qulog'imizdan tuvir yangrab turibdi. Hozirgacha bizning ko'nglimizdan Uyg'urning ko'nglini ovutib turibdi. Hozirgacha bu 2 nafar davlat rahbarining Alyaskada so'zlagan so'zlari ve Alyaskadagi g'ayrati ve Alyaskadagi shijoati masalalarning taktini echib o'tishi, nima masala ekanligini echib o'tishi hozirgacha biz Uyg'urlarning ro'yiga ilhom berib turibdi. Biz mushu qatim Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning yana shu ruhni davomlashtirib, Janbada Kişilik Hukuk Komitesi'de bu qatim Jungoni kişilik hukuk ahvalini qararlıq tekşürüş yig'inida bir cümle söz berilgan 45 sekund vaqt ichida bir cümle so'zni bu qatim eg'izdan chiqarishini umid qilamiz. O bo'lsa-mu Uyg'urlar 20 ve 19. asr ichida 3 qatim davlat qurgan millat edi. Mushu bir cümle so'zni eg'izdan chiqarishini o'tinib so'raymiz, umid qilamiz ve iltijo asosida talab qilamiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 2021 yili favqulodda yig'in yangi hukumat Aksarayga kirgan vaqtda, masalan 10. ayning 26. kunida
bütün dünyaya çakırık çıkarıp, belki şu vakti yana Birleşken Devletler Teşkilatı'na münasebetlik 4 yıl veya ki 5 yılın arpısı da degende bütün dünyaya demokratik ellerge ve bütün dünyaya çakırık çıkarıp Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirişini ve bunu kollaşını ümit kılgan edi. Şundak boldu. Keyinki 4 yıl deyli ve yakındaki Tayvan'da ötküzülgen saylam ve saylamның ahırkı menzili ve saylamның menzilisi ve saylamның ahırkı seviyesi din aytqanda bu qatam Tayvan'da Demokratiya Taraqqiyot Partiyasının namzadi Lai Ching-te'nin prezident bo'lib saylanishi Tayvan Amerika münasebetini yana chunqurlashtirish imkoniyatining tug'ilganligi, texmi chunqurlashtirish imkoniyatining tug'ilganligi va Tayvan bo'g'zi vaziyatini mushu saviyada va hozirgi holat saqlab qolish uchun ko'rsatilgan barliq tirishchanliklarning qisqasi Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatining Amerika Qo'shma Shtatlari Hindi okean, Tinch okean siyosati va Janubiy dengiz Tayvan bo'g'zi siyosatining muqimligi va ta'sirining shu qadar bugünkidek bir seviyede turishini keltirib chiqarganligini, Amerika tashqi siyosatining bu qudratini tabriklaymiz. Xuddi shuningga o'xshash bugun O'rta Osiyo masalasida, masalan, alayli o'tgan yil 9-oyning 19-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın hamama yig'inida va shu aralıqda O'rta Osiyodagi 5 davlatning prezidentleri bilan ko'rishdi ve O'rta Osiyoga mablag' soladiganligini, O'rta Osiyoning bexatarligi mablag' soladiganligini, O'rta Osiyoga berishga haydakchilik qiladiganligini, masalan, Amerika savdogarlari, Amerika iqtisod savdo shirkatlarining O'rta Osiyoga kirishiga haydakchilik qiladiganligini va o'zining vaqt chiqarib O'rta Osiyoni ziyorat qiladiganligini qayd qilgan edi. Naq maydonda siz bor edingiz, hurmatli davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Shuning ichida bugun Qirg'iziston degan davlat Uyg'urning 4216 nafar avlodini Xitoyga topshirib berdi. Shuning ichida Tojikiston bugun Uyg'urning 2500 nafar avlodini Xitoyga topshirib berdi. Ularning börigi, jigiri, o'pkisi kesib elindi. Biz sizden hürmetli devlet ishlar kotibi Antony Blinken sizden ümit qilamiz, talab qilamiz, iltijo qilamiz. Zaman vaqtni mushu darajaga elib kelganda, masalan, zaman prezident Joe Biden tashqi siyosatning qalbisini mushu darajaga elib kelganda, bu qatam 45 sekundlik vaqt Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoyning kishilik huquq ahvolini qayta baholash, qayta bekitish so'rinda fikr qilishga berilgan 45 sekund vaqt. Albatta bu vaqt hech nimaga arzimaydi. Qanday o'rlashtirish buni biz tushunmaymiz. Shu vaqt ichida yuqorqi ro'yingiz bo'yicha, yuqorqi shijoatingiz bo'yicha, yuqorqi siyosat va tashqi siyosatingiz bo'yicha hurmatli davlat ishlar kotibi Antony Blinken Uyg'ur bir asrga yetmagan vaqt ichida 3 qatim davlat qurgan edi. Eng oxirgi qatim 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'o'lji shahrida hukumat davlat qurgan edi. Shundaq bir e'lon, shundaq bir declaration e'lon qilishingizni umid qilamiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken hozirgacha mening ro'yimda chaqlab turayotgan bir shaxs sifatida ham, bir millatning Uyg'ur degan millatning a'zosi sifatida chaqnab turayotgan yana bir kalimasiz. Shu vaqtda siz bilan billa Alyaska suhbatiga qatnashgan va naq maydonda siz bilan billa o'ltirib, Xitoy diplomatlari Yang Jiechi, Wang Yi bilan suhbat olib borgan Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan
Şundaq degan edi. Hürmetlik Devlet İşleri Katibi Antony Blinken. Jack Sullivan şu vaqt şundaq degan edi. O'ziga ishonadigan davlat tarixdagi xatoliklarni tuzatishga qodir bo'la oladigan davlatdir. O'ziga ishonadigan davlat tarixdagi xatoliklarni tuzatishga qodir bo'la oladigan davlatdir. Muşu söz, muşu ibora Xitoy Kompartiyasiga berilgan eng qattiq, eng chunqur, eng sezgir, eng nozik siyosat edi. Devlet İşleri Katibi, hürmetlik Devlet İşleri Katibi Antony Blinken, Jack Sullivan'ın bu sözü ana shunday siyosat edi. Sizga utuq tilaymiz. Cenvada kurash maydoni, kishilik huquq kurash maydoni. Sizga omad tilaymiz. Shijoatingizni va g'ayratingizni joriy qildirishingizni va sizning o'zingizdan tilaymiz. Hurmatli Devlet İşleri Katibi Antony Blinken.